Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni ochiq va tushunarli qilib tushuntiraman. Gaz yetkazish qariyalarga bepulmi yoki yo'qmi? 2026 yilda qayta hisoblash bo'ladimi? Kimdan qarzdorlik chiqishi mumkin? Kim esa xotirjam bo'lishi mumkin? Bu masala faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nevaralariga, yakka yashayotgan keksalarga, nogironligi bor fuqarolarga va kommunal to'lovlarni to'lab kelayotgan har bir oilaga tegishli. Ben bu videoda sizga oddiy til bilan tushuntiraman. Ilgari odamlar nimani bepul gaz deb o'ylagan, aslida imtiyoz qanday ishlagan, hozir nimalar o'zgargan, 2026 yilda qayta hisoblash deganda nimani tushunish kerak va eng muhimi, bugundan boshlab qaysi hujjatlarni tekshirish kerak. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichkina xato sababli keyin katta qarzdorlik chiqib qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men kommunal to'lovlar, imtiyozlar, pensiya va subsidiya masalalarini oddiy xalq tushunadigan tilda tushuntirib boraman. Avvalo eng asosiy savolga javob beraman. Qariyalarga gaz butunlay bepul beriladimi? Ko'pchilik orasida pensioner bo'lsa gaz bepul, uyda keksa odam yashasa to'lov olinmaydi, davlat qariyalarning gazini yopib beradi degan gaplar yuradi. Lekin amalda bu gaplar har doim ham to'g'ri emas. Ko'p holatda bepul degan so'z noto'g'ri tushunilgan. Ayrim toifadagi fuqarolarga imtiyoz, kompensatsiya, subsidiya yoki belgilangan me'yorgacha chegirma berilishi mumkin. Lekin bu har bir pensioner avtomatik ravishda gaz uchun umuman pul to'lamaydi degani emas. Oldin ko'p joylarda gaz bo'yicha hisob-kitoblar aniq yuritilmagan. Ba'zi xonadonlarda hisoblagich eski bo'lgan, ba'zilarida umuman ishlamagan. Ba'zilarida ko'rsatkich vaqtida olinmagan. Ayrim holatlarda mahalla gaz idorasi yoki boshqa tashkilotlar orqali imtiyozlar qo'llanilgan, lekin fuqaroning shaxsiy hisob varag'ida bu ma'lumot to'liq aks etmagan. Shuning uchun odamlar yillar davomida men to'lamayman, chunki men pensionerman deb o'ylab kelgan. Keyin bir kuni gaz ta'minot korxonasidan xabar keladi, sizda qarzdorlik bor, qayta hisob-kitob qilindi. Falon davr uchun to'lov chiqarildi. Ana shunda muammo boshlanadi. Hozir tizim asta-sekin raqamlashtirilmoqda. Hisoblagich ko'rsatkichlari, shaxsiy hisob varaqlar, imtiyoz oluvchilar ro'yxati, yashovchilar soni, uy-joy egasi kimligi. Subsidiya yoki kompensatsiya haqiqatan tayinlanganmi, yo'qmi? Bularning hammasi elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Agar oldin biror xonadonda imtiyoz noto'g'ri qo'llangan bo'lsa yoki odam vafot etgan bo'lsa-yu, uning nomidagi imtiyoz hali ham hisobda turgan bo'lsa yoki pensioner boshqa joyda ro'yxatda bo'lsa, lekin gaz imtiyozi boshqa manzilda ishlatilgan bo'lsa, keyin qayta hisoblash paytida farq chiqishi mumkin. 2026 yilda qayta hisoblash deganda ham ko'pchilik qo'rqib ketadi. Endi hamma pensionerlardan pul undirilar ekan, qariyalarga bepul gaz bekor bo'lar ekan, hamma qarzdor bo'lib qolar ekan degan vahimali gaplar tarqaladi. Men ekspert sifatida shuni aniq aytaman. Eng xavfli narsa mish-mish emas, hujjatning yo'qligi va hisob-kitobni tekshirmaslik. Agar sizda imtiyoz qonuniy tayinlangan bo'lsa, hujjatlar joyida bo'lsa, hisoblagich ko'rsatkichlari to'g'ri bo'lsa, qo'rqishga asos yo'q. Ammo agar siz og'zaki aytishgan, mahalladagi odam shunday degan, oldin shunday bo'lardi. Dadam pensioner edi, shuning uchun to'lamaganmiz deb yurgan bo'lsangiz, albatta tekshirishingiz kerak. Asosiy qism bu. Kim nimani bilishi kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin endi aniq tushuntiraman. Gaz bo'yicha imtiyozlar odatda bir necha turda bo'lishi mumkin. Birinchisi, ma'lum toifadagi fuqarolarga kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya berilishi. Masalan, ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, nogironligi bor fuqarolar, yolg'iz yashovchi keksalar, kam ta'minlangan oilalar davlat tomonidan yordam olishi mumkin. Ikkinchisi, ayrim davrlarda yoki ayrim hududlarda belgilangan me'yor doirasida yengillik berilishi. Uchinchisi, to'lovning o'zi bekor qilinmaydi, lekin fuqaro oladigan nafaqa yoki kompensatsiya orqali qisman qoplanadi. Farqni tushunish juda muhim. Gazning narxi 0 bo'lib qolmaydi. Balki ayrim odamga davlat yordam berishi mumkin. Masalan, birinchi vaziyatni olaylik. Toshkent viloyatida yakka yashaydigan yetim 2 yoshli ona bor. U kishi pensiya oladi. Farzandlari boshqa shaharda yashaydi. Uyda faqat o'z ro'yxatda turadi. Gaz hisoblagichi ishlaydi. Ko'rsatkich har oy o'z vaqtida olinadi. Agar bu ona ijtimoiy himoya ro'yxatida bo'lsa, unga kommunal to'lovlar bo'yicha yordam ajratilishi mumkin. Lekin u har oy gaz umuman bepul bo'ladi degani emas. Masalan, oyga 100 kub metr gaz ishlatsa,
Tarif bo'yicha to'lov 6 ming so'm chiqdi. Davlatdan esa 40 ming so'mlik kompensatsiya oladi. Demak, qolgan 20 ming so'mni to'lash kerak bo'lishi mumkin. Agar u men qariyaman, umuman to'lamayman deb 2 oy to'lamasa, yil oxirida 240 ming so'm qarz yig'ilishi mumkin. Keyin 2026 yilda qayta hisoblash bo'lsa, bu summa bir yo'la ko'rinib qoladi. Ikkinchi misol. Bir xonadonda yaqin yoshli ota ro'yxatda. Lekin aslida u farzandining uyida yashaydi. Eski uyda esa nevaralar yashaydi va gazdan foydalanadi. Hisob kitobda esa bu uyda pensioner bor, imtiyoz qo'llanadi deb turibdi. Bu juda xavfli holat. Chunki tekshiruv paytida ro'yxatdagi odamning haqiqiy yashash joyi, imtiyoz oluvchi shaxs gaz iste'mol qilayotganlar kimligi solishtirilishi mumkin. Agar imtiyoz noto'g'ri qo'llangan deb topilsa, keyin o'tgan davr uchun qayta hisob kitob qilinishi ehtimoli bor. Shunda nevaralar biz bilmaganmiz deydi. Gaz idorasi esa imtiyoz noto'g'ri ishlatilgan deyishi mumkin. Uchinchi misol. Samarqandda bir oilada 6 yoshli pensioner ayol. Uning o'g'li, kelini va 3 ta nevarasi yashaydi. Uyda jami 6 kishi bor. Ayol pensioner bo'lgani uchun oila gaz bepul bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Lekin real hisob kitobda butun xonadonning iste'moli inobatga olinadi. Qishda isitish pechi ishlaydi, ovqat pishiriladi. Issiq suv bo'lsa gaz qozoni yo'qiladi. Uyga 400-500 kub metr gaz ketishi mumkin. Agar imtiyoz faqat pensionerning o'ziga yoki ma'lum me'yorga tegishli bo'lsa, butun oilaning katta iste'moli bepul bo'lib qolmaydi. Natijada oyning oxirida katta to'lov chiqadi. Oila esa uyda pensioner bor-ku deb hayron bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, imtiyoz shaxsga beriladimi, xonadonga beriladimi? Necha kub metrga qo'llanadimi? To'lovdan oldinmi yoki keyin kompensatsiya sifatida beriladimi? Buni aniqlash shart. 4-misol, hisoblagich buzilgan. Qariya uyda yolg'iz yashaydi. Gazni kam ishlatadi. Lekin hisoblagich to'xtab qolgan yoki ko'rsatgich noto'g'ri uzatilgan. Fuqaro esa men kam ishlataman, to'lov ham kam chiqadi deb yuradi. Keyin gaz korxonasi kelib hisoblagichni tekshiradi va hisoblagich ishlamagan, davr uchun me'yor bo'yicha hisoblaymiz deydi. Me'yor bo'yicha hisoblash ko'pincha real iste'moldan ko'proq chiqishi mumkin. Masalan, qariya uyga 50 kub metr ishlatgan bo'lsa ham, hisoblagich bo'lmagani yoki nosozligi sababli unga bidi 200 kub metr asosida to'lov chiqarilishi mumkin. Agar bu holat bir necha oy davom etsa, qarz oshib ketadi. Demak, qariya bo'lishning o'zi hisoblagich muammosidan himoya qilmaydi. Endi kimlar xavotir olish kerak? Birinchi navbatda gaz uchun bir necha oy yoki bir necha yil to'lamagan. Lekin imtiyozim bor deb aniq hujjat ko'rsata olmaydiganlar xavotir olish kerak. Ikkinchidan, imtiyoz oluvchi qariya vafot etgan bo'lsa-yu, uning nomidagi shaxsiy hisob varaq, ro'yxat yoki imtiyoz hali ham yangilanmagan bo'lsa, zudlik bilan tekshirish kerak. Uchinchidan, uyda nechta odam yashashi bilan hujjatdagi ro'yxat mos kelmasa, muammo chiqishi mumkin. To'rtinchidan, hisoblagich ko'rsatkichlari uzoq vaqt kiritilmagan bo'lsa, qayta hisoblash ehtimoli bor. Beshinchidan, gazdan faqat ovqat pishirish uchun emas, balki isitish, issiq suv, issiqxona, ustaxona yoki tijorat maqsadida foydalanilsa, alohida e'tibor kerak. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz har oy gaz to'lovini amalga oshirib kelayotgan bo'lsangiz, shaxsiy hisob varag'ingizda qarz yo'q bo'lsa, imtiyozingiz rasmiy bazada tasdiqlangan bo'lsa, hisoblagichingiz plombalangan va ishlayotgan bo'lsa, ko'rsatkichlar muntazam topshirilgan bo'lsa, sizda katta xavf yo'q. Lekin baribir men har bir odamga kamida 3 oyda bir marta gaz shaxsiy hisobini tekshirishni maslahat beraman. Chunki ba'zida tizimda texnik xatolik, noto'g'ri kiritilgan ko'rsatkich, qo'shni hisob varag'iga ketgan to'lov yoki eskirgan ma'lumot sababli qarzdorlik paydo bo'lishi mumkin. Endi eng muhim, ko'pchilik e'tibor bermaydigan joylarni aytaman. Birinchi nozik nuqta. Pensioner va ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxs bir xil tushuncha emas. Har bir pensionerning daromadi, yashash sharoiti, oilaviy holati har xil. Kimdir 3,5 million so'm pensiya oladi, farzandlari bilan yashaydi. Uyda barcha sharoit bor. Kimdir esa 1 million so'm pensiya bilan yolg'iz yashaydi. Dori darmonga ko'p xarajat qiladi. Davlat imtiyoz yoki yordamni ko'pincha muhtojlik mezonlari asosida belgilaydi. Shuning uchun men pensionerman, demak menga avtomatik bepul gaz degan fikr xato bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik nuqta, imtiyoz vaqtinchalik bo'lishi mumkin. Masalan, oilaga ma'lum muddatga subsidiya yoki kompensatsiya tayinlangan bo'lsa, u muddati tugagach avtomatik davom etmasligi mumkin. Odam esa eski odat bilan to'lamay yuradi. Masalan, 2025 yil yanvardan iyungacha yordam berilgan.
iyuldan esa to'xtagan. Fuqaro buni bilmagan yoki e'tibor bermagan. Keyin iyuldan dekabrgacha bo'lgan to'lov qarzga aylanadi. 2026 yilda qayta hisoblashda aynan shu davr ko'rinib qoladi. Shuning uchun imtiyozning boshlanish va tugash sanasini bilish kerak. 3-nozik nuqta. Shaxsiy hisobvaraq kim nomidan? Ko'p xonadonlarda uy egasi allaqachon vafot etgan, lekin gaz shartnomasi hali ham o'sha odam nomida turadi. Oila esa yillar davomida to'lab yuradi yoki imtiyozdan foydalanadi. Keyin meros, ro'yxat, uy egasi, imtiyoz oluvchi shaxs masalalari aralashib ketadi. Agar 2026 yilda bazalar yangilansa, bu shaxs vafot etgan, nega hisobvaraq o'zgarmagan degan savol chiqishi mumkin. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l hujjatlarni tartibga keltirish, uy egasini yangilash, gaz korxonasi bilan shartnomani haqiqiy foydalanuvchi nomiga rasmiylashtirish. 4-nozik nuqta hisoblagich plombasi. Ba'zi odamlar men hech narsa qilmaganman, plomba o'zi tushib qolgan deydi. Lekin gaz idorasi uchun plomba buzilgan bo'lsa, bu juda jiddiy signal. Plomba yo'qolgan, hisoblagich ochilgan, ko'rsatkichga aralashilgan degan shubha tug'iladi. Hatto qariya yashaydigan uy bo'lsa ham bu holat katta qayta hisob-kitobga olib kelishi mumkin. Shuning uchun agar plomba shikastlanganini ko'rsangiz, kutmang. Darhol gaz ta'minoti tashkilotiga yozma murojaat qiling. Og'zaki aytib qo'yish yetarli emas. Ariza yozing, raqamini oling, suratga oling, sanasini saqlang. 5-nozik nuqta gazdan foydalanish maqsadi. Uy-joy uchun berilgan gaz maishiy ehtiyojga mo'ljallangan. Agar shu gaz bilan issiqxona isitilsa, tandirxona, seks, nonvoyxona, avtomobil bo'yash ustaxonasi yoki boshqa daromad keltiruvchi faoliyat yuritilsa, bu alohida tartibga tushadi. Qariya nomidagi uyda bunday faoliyat bo'lsa, bu pensionerning uyi degan bahona ish bermasligi mumkin. Tijorat maqsadidagi iste'mol aniqlansa, tarif ham, qayta hisoblash ham boshqacha bo'lishi mumkin. 6-nozik nuqta. To'lov qilganingizni isbotlash. Ba'zida odam bank orqali to'lagan, lekin pul boshqa hisob varag'iga ketgan. Ba'zida terminalda bitta raqam xato kiritilgan. Ba'zida eski hisob varaq raqami ishlatilgan. Odamning qo'lida chek bo'lmasa, keyin isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun men har doim aytaman, kommunal to'lov cheklarini kamida 3 yil saqlang. Elektron to'lov bo'lsa, screenshot qiling, PDF yuklab oling, bank ilovasidagi tarixni o'chirib yubormang. Ayniqsa qariyalar uchun farzandlari yordam berishi kerak. Har oy to'lov qilingach, chekni alohida papkaga saqlab qo'ying. 7-nozik nuqta og'zaki va'da hujjat emas. Mahalla raisi aytdi, gazchi bola aytdi. Operator telefon qilib aytdi, qo'shnim shunday dedi. Bularning hech biri huquqiy asos bo'la olmaydi. Agar sizga imtiyoz tayinlangan bo'lsa, rasmiy qaror, ma'lumotnoma, elektron bazadagi tasdiq, shaxsiy hisob varaqdagi yozuv bo'lishi kerak. Agar sizga qarzingiz yo'q deyishsa, imkon bo'lsa yozma ma'lumot oling yoki shaxsiy kabinetdan qarzdorlik holatini yuklab oling. 8-nozik nuqta. Qayta hisoblash har doim ham fuqaroning zarariga bo'lmaydi. Ba'zan aksincha odam ortiq to'lab kelgan bo'lishi mumkin. Masalan, hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan, 2 marta to'lov yozilgan, imtiyoz kechikib qo'llangan. Kompensatsiya hisobga olinmagan. Bunday holatda siz ariza bersangiz, ortiqcha to'langan summa keyingi oylar uchun hisobga o'tkazilishi mumkin. Shuning uchun qayta hisoblash so'zidan faqat qo'rqmaslik kerak. Uni tekshirish imkoniyati sifatida ham ko'rish kerak. Endi eng amaliy qismga o'tamiz. Siz qariya bo'lsangiz, qariyasi bor oilada yashasangiz yoki ota-onangizning kommunal to'lovlariga yordam berayotgan bo'lsangiz, quyidagi qadamlarni bajaring. Birinchi qadam, shaxsiy hisob varaqni tekshiring. Gaz ta'minoti tashkilotining hududiy bo'limiga boring yoki mavjud elektron xizmatlar orqali shaxsiy hisobingizni ko'ring. Sizga kerak bo'ladigan ma'lumotlar: shaxsiy hisob raqami, uy manzili, uy egasining FF hisoblagich raqami, oxirgi ko'rsatkich, qarzdorlik yoki ortiqcha to'lov miqdori, imtiyoz bor yo'qligi. Agar qariya internetdan foydalana olmasa, farzandi qo'shnisi yoki mahalla xodimidan yordam so'rasin, lekin parol va shaxsiy ma'lumotlarga ehtiyot bo'lsin. Ikkinchi qadam, imtiyoz hujjatini aniqlang. Sizga haqiqatan gaz bo'yicha chegirma, kompensatsiya yoki subsidiya berilganmi? Qaysi sandan qaysi sanagacha? Qaysi asos bilan? Kim nomiga? Qaysi manzilga? Bu savollarning javobi bo'lmasa, menda imtiyoz bor deb ishonib yurish xavfli. Mahalla ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi yoki tegishli vakolatli organlardan ma'lumot oling. Agar imtiyoz elektron bazada bo'lsa, tasdiqni chiqarib oling yoki hech bo'lmasa suratga oling. 3-qadam, hisoblagichni tekshiring. Hisoblagich ishlayaptimi?
rag'amlari o'g'ilyaptimi, plombasi joydami, hisoblagich raqami hujjatdagi raqam bilan bir xilmi? Ba'zan uyda bitta hisoblagich, ba'zida boshqa hisoblagich turadi. Bu keyinchalik katta muammo beradi. Agar hisoblagich nosoz bo'lsa, o'zingiz ochmang, usta chaqirib o'z boshimchalik bilan almashtirmang. Faqat rasmiy tartibda ariza bering. Arizada shunday yozish mumkin: xonadonimdagi gaz hisoblagichining ishlash holatini tekshirib berishingizni va zarur bo'lsa rasmiy tartibda almashtirishni so'rayman. Arizaga sana, manzil, telefon raqami va imzo qo'ying. 4-qadam, qarzdorlik bo'lsa, darhol sababini so'rang. Qarz bor degan xabarga ko'r-ko'rona pul to'lab yubormang. Avval qarz qaysi davr uchun qaysi ko'rsatkich asosida qaysi tarif bo'yicha chiqqanini biling. Gaz ta'minoti tashkilotidan hisob-kitob dalolatnomasi yoki qarzdorlik tafsilotini so'rang. Agar qarz 2023 yil yoki 2024 yil uchun chiqayotgan bo'lsa, nega hozir chiqarilganini so'rang. Agar sizda to'lov cheklari bo'lsa, nusxasini ko'rsating. Agar imtiyoz hisobga olinmagan bo'lsa, ariza bilan qayta ko'rib chiqishni talab qiling. 5-qadam, yozma murojaat qiling. Og'zaki tortish ko'pincha natija bermaydi. Arizada aniq yozing: men falon manzilda yashayman. Shaxsiy hisob raqamim falon. Menga falon miqdorda qarzdorlik chiqarilgan. Ushbu qarzdorlik qaysi davr, qaysi ko'rsatkich va qaysi asos bilan hisoblanganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Agar imtiyoz yoki kompensatsiya hisobga olinmagan bo'lsa, qayta hisob-kitob qilishni so'rayman. Arizaning bir nusxasini o'zingizda saqlang, kirim raqamini oling. 6-qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa tegishli hujjat, yashash manzili bo'yicha ro'yxat ma'lumotlari, uy hujjatlari, gaz shartnomasi, hisoblagich pasporti, oxirgi to'lov cheklari, imtiyoz tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, vafot etgan shaxs bo'lsa o'lim guvohnomasi va meros yoki uy egasi o'zgarishi bo'yicha hujjatlar. Hamma hujjatni bitta papkada saqlang. 7-qadam, ota-onangiz nomidagi hisoblarni tekshiring. Ko'p farzandlar ota-onam o'zi to'lab yuribdi deb o'ylaydi. Qariya esa terminaldan noto'g'ri to'layotgan bo'lishi, chekini yo'qotgan bo'lishi yoki qarzni tushunmayotgan bo'lishi mumkin. Oyiga bir marta 10 daqiqa vaqt ajrating. Gaz, elektr, suv, chiqindi to'lovlarini ko'ring. Bu nafaqat qarzdorlikdan saqlaydi, balki ota-onangizni stressdan ham himoya qiladi. 8-qadam, agar qarz katta bo'lsa bo'lib to'lashni so'rang. Ba'zan haqiqatan qarz mavjud bo'ladi, lekin qariya uni birdan to'lay olmaydi. Bunday holatda gaz ta'minoti tashkilotiga murojaat qilib, qarzni bo'lib to'lash jadvalini so'rash mumkin. Eng yomoni umuman bormaslik, telefonni ko'tarmaslik, xatlarni e'tiborsiz qoldirish. Chunki keyin gaz uzilishi, penya, sud tartibidagi undirish kabi muammolar paydo bo'lishi mumkin. Muammoni erta hal qilish har doim arzonroq va osonroq. 9-qadam, agar sizga noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, yuqori tashkilotlarga murojaat qiling. Avval hududiy gaz ta'minoti bo'limiga yozing. Javob qoniqtirmasa, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlari, kommunal soha bo'yicha vakolatli tashkilotlar yoki tegishli nazorat idoralariga murojaat qiling. Murojaatingizda hissiyot emas, faktlar bo'lsin. Sana, summa, hisob raqami, to'lov cheki, ko'rsatkich, ariza nusxasi, javob xati. Fakt bilan yozilgan murojaat ko'proq natija beradi. 10-qadam, 2026 yilni kutmang. Ko'pchilik qayta hisoblash bo'lsa, keyin ko'ramiz deydi. Bu noto'g'ri. Agar muammo bugun bor bo'lsa, 2026 yilda u kattaroq bo'lib chiqishi mumkin. Bugun 200 ming so'm bo'lgan tushunarsiz farq bir yildan keyin 2 million so'mga aylanishi mumkin. Bugun bitta ariza bilan hal bo'ladigan masala keyin sud, jarima uzilish va asabiylikka olib kelishi mumkin. Demak, hurmatli tomoshabinlar, qariyalarga gaz har doim va hamma holatda to'liq bepul degan gapga ishonmang. Imtiyoz bo'lishi mumkin, kompensatsiya bo'lishi mumkin, subsidiya bo'lishi mumkin, lekin bularning hammasi rasmiy asos, hujjat, muddat va hisob-kitob bilan bog'liq. 2026 yilda qayta hisoblashdan qo'rqmaslik uchun bugundan shaxsiy hisob varaqni, imtiyozni, hisoblagichni, to'lov cheklarini va ro'yxat ma'lumotlarini tekshirib qo'ying. Mening asosiy maslahatlarim oddiy. Og'zaki gapga ishonmang, hujjat oling. Qarz chiqsa, sababini yozma so'rang, hisoblagichni nazorat qiling. Imtiyoz muddati tugamaganini tekshiring. Ota-onangizning kommunal hisoblarini muntazam ko'rib boring. Shunda kutilmagan qarzdorlik, noto'g'ri qayta hisoblash va ortiqcha asabiylikdan saqlanasiz. Agar sizda ham gaz bo'yicha qarzdorlik, imtiyoz
qayta hisoblash yoki qariyalar uchun kommunal yengilliklar haqida savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hududdansiz, muammo nimada, sizga qanday summa chiqarilgan, imkon qadar aniq yozing. Keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarni alohida tushuntiraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, mahalladagi qariyalarga yuboring. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pulini ham, asabini ham, huquqini ham himoya qila oladi.